O'rtoqlar qaranglar. Hozir o'yin o'ynayapmiz bitta. Xorazmda qizimiz boshlaydi. Otingiz nima edi? Dilnavo. Dilnavo mana hozir katta tezlik bilan Dilnavoning одноразовый idishi ichi to'la suv bilan yetib kelmoqda. Marraga qarab odimlab kelmoqda. Odimlab. Bu bo'lmaydi, bu hozir olib kelib qo'yadi, suv kam. Suv kam to'xtang. Mana. Agar birinchisidan o'tsangiz shartni qiyinlashtiramiz. O'tdi, stop, to'xtang. Agar keyingi bosqichga o'tsangiz, shart yana ham qiyinlashadi. Ha? Qani. Wo, stop. Yarim dori bor. Yarim dorini oldida ozgina yana qiyinlashtiramiz. Vijdonga qarab qo'shadi, ha. Qani? Endi davom etamiz. Bu achchiqmas bu, yoshlar chiqadi. Ochishlar qiling. Ochlang. Chaynak. Bolgarskiy yeganda yeyapti. Shokoladga tushadigan bo'lsa qizlarga berib yuborasiz. Uyga bekorlanasiz o'zingiz bor. Hozir bizning keyingi ishtirokchimiz Rahmatjon nima edi? Одноразовый to'la suvlarni o'zlari tomon tortib kelmoqdalar. Bahadjon. Qo'shasizlarmi hozir yoki bu yoqda boshladimi? Undan o'tkin birinchi. O'tkin. Bo'ldi. To'xtaymiz mana shu joyda. Davom etamiz. Aha, o'rab. Aha, ichimliklardan o'tdi. Bo'ldi, to'xtadi, stop, shu yerda. Aha, yaxshi boryapti. Yaxshi kelmoqda. Chiziqqa keldi. Mana shu yerdan eson-omon o'tib olsa, Rahmatjon. Aha. Bekorlar sizlaringga. Mana shu yerda to'xtaymiz. Mana bittasini olaman, shu kelsan, qolganimman. Qani. Uzilib qolguncha davom etamiz. Yo'q, uzilib qolguncha. Uzilib qolguncha davom etamiz. To'xtaymiz. To'kmaylik, to'kib olsangiz qani. Agar yetib kelmasdan uzilib qoladigan bo'lsa, hech narsasiz qolasan demoqchi edim. Malades. Yaxshi. Shuni qara tanlayapti. Qani? Shiddat bilan ketmoqda jang. Shiddat bilan одноразовый idish. Risolatga qarab hujum qilyapti. Limon yegisi kelmayapti lekin. Limon yegisi kelmayapti Risolat. Qani. Wo, sal qoldi, xavfli. Endi mana shu yerda stop qilamiz. Biroz qiynaladi. Ozgina padishka bo'ldi bu gruppa. Tanish bilishchilik. So'rashib o'tishga o'ynashdan oldin bir so'rashib o'tamiz siz bilan. Stop, mana shu yerda yana stop. O'ynashamiz. Shavqat Risolat davom etmoqda. Agar mana shu yerda qoqiladigan bo'lsa, Risolat qalampirdan yeb ko'rishi kerak bo'ladi, lekin qoqilmadi. Stop qilamiz shu yerda. Stop qilamiz va qo'shamiz. Uzilsin-chi. Uziladigan bo'lsa, Rahmatjon o'zi bitta qalampir yeydi. Niyat ketmadi. Qizil qalampir yemoqchimisan, ko'pmi? Ha? Yevordi. Urug'i bilan yevordi. Ichidan qalampir o'sib chiqadi endi. Ismingiz nima edi? Hayotbek bilan davom ettiramiz ishimizni. Hayotbek shiddat bilan o'ziga suvni tortmoqda, chanqoq qondirmoqchi. Shartni qiyinlashtiring. Hayotbekka kutilmagan zarba beramiz. Zarbasi mana. O'g'il bolalarga shafqatsizlik qilish kerak. Ana, Hayotbek limondan bir tatib ko'radilar. Qani. Aha. Kattaroq ishlash kerak-da. Katta. Borga oz to'ldirib, ha. Bu limon yeyapti, mag'alat bo'lib ketdi. Yeyotgan bu. Oxirigacha. Hammasini yeyish kerak. Ha. Hammasini yeyish kerak, ha. Bir hafta eslab qo'yasizlar. Shoshmasdan yesangiz ham bo'ladi, yo qorningiz ochmidi. Olma bilan chachgan shekilli. Olma bilan chachib. Nima, limonli qobiliyati yo'qmi buni? Limonli qobiliyati yo'qmi? Limonga ko'zlari bo'lsa bilan. Ataylar suvni siqib tashlayapti. Hayotda suvni siqib qilyapti. Bo'ldimi? Ha? Va yetib keldi? Ha? Beshab qo'yinchi.
Korrupsiya. Bular Diyorbek kechki darsimizga kelishlari kerak edi. O'sha kechki dars vaqti bo'ldi o'sha. O'shaning uchun hozir bizda ishtirok etadilar bu yoqqa. Hayotbek bilan limon yeb turinglar. Qani? Bo'ldimi? Ha. Keyingi ishtirokchimiz Hikmatullo hozir shiddat bilan o'zgarini razvedishni tortmoqda. Chanqoqlarni qondirish maqsadida suvni oldida to'xtatmoqchi, chanqoqni qondirish maqsadida, lekin shokolad ham yeb ko'rish niyati bor Hayotbekda. Hayotbekda? Hikmatullo. Reja bo'yicha yaxshi narsa Hikmatulloga hayotda kutilmagan zarbasi. Ha, hayotda kutilmagan zarbasi. Inson sari baraka. Hali suvga Ana. qo'lida to'xtab. Qani. Gap. Agar to'kilsa, suvda qaysi birini tanlaydi hozir? Yaxshi-ku. Hikmatullo tanlaydi. Garmdorga kelyapti u. To'xtaymiz shu yerda. Hayotni kutilgan zarbasi. yashaganmiz. Kutilgan zarbasi hayotni. Qani Hayotbek siz kutilgan zarba beruvdingiz? Davom etamiz. Alat o'yin ekan, undan yana boshqa. Og'ir. Gentleman. Qani. Shu yerdan eson omon o'tib olsa agarda. Qani. Hop. Ba. Shokoladni ataylab to'xtatdi bu. Ataylab to'xtatdi shokoladni. Bu shokoladni xohlaganingizni tanlab oling. Fix solib tashlaver. Dedi ko'rsatma ekan. Bittada hammasini og'ziga tiqish kerak endi buni. Yo'q, yarim maniki. Yo'q, jim turinglar. Olmoqchimi? Oching. Qanaqa kadr to'smay turing. Birinchi o'rin keyin Yo'q, ikkalasini. Bittada og'ziga tiqib chaynash shart. Yo'q, jim bor. ikki marta tishlarman. Yo'q, bitta kadr qo'yingchi qani. Shart bajaradilar, shart to'liqligicha bajaradilar. Ha, shart to'liqligicha bajarish shart endi. Qo'llardagi shokolad ikkita shu narsaga rozi bo'ldi. Ikkalasini birdaniga og'ziga tiqib, chaynab yeyishingiz kerak. Rozi bo'lmadi. Yo'q, bittasini hamma yeb beraver, mana yeb beraveraman buni. Ikkalasini yeyish kerak endi. Shokolad yeyish ham oson emas. Bismillah. Sig'ib ketdi ikkita shokolad og'ziga. Asterix bilan Obelixga anaqa qarindoshli aloqador joyingiz yo'qmi? Sehrli damlama ichmaganmiz? Bu davom etar ekanmiz. Muchko. Sizga kim aytib beryapti? Munchuko bu. Kam u vashi. Bemalol ketdi. Qani? Hozir shiddat bilan suvni o'ziga tortmoqda, ismingiz nima edi? Ruxshona. Ha? Ruxshona shiddat bilan o'ziga suvni tortmoqda. Hozir suvlar to'kilishiga sal qoldi. Ketyapsizmi? Alvido. To'g'ri. Shu yerda Ruxshonaga hayotda kutilmagan zarbasi bo'ladi. 5 tashlamagansiz bunaqa. 5 tashlamagansiz. Hop, Ana. Bu kutilgan zarba edi bu. Ko'proq qo'shish kerak. Qani davom etamiz. Hop, qalampirga kelgandami? Ana. Referi shu joyda ozgina qiynadi Ruxshonani. Qani. Eng qiyin joy. Unaqa joyi yo'q. Men yeb bermayman. Kemaga tushgani joni bir. Siz shartga rozi bo'lib, bitta kichkina bo'lsa ham ishlashingiz shart. Lekin shartimiz shunaqa ediki, yarimta qalampir bo'lsa ham yeyish kerak edi. Yarimta emas, mayli bir marta tishlab bersalar bo'ldi. Ruxshona. Bu sizga. Ana, bering. Ketdi. Ana g'irromchi. G'irrom o'ynayapti. Yo'q, bo'lmaydi, g'irrom o'ynayapti. O'rtoqlar, hozir operatorimizni ishi chiqib qoldi deb bahona qilamiz endi. Sana operatorsan. Sen operatorsan, to'g'rimi? Sen bu qilgan baxtsan tuya olmaysan, chunki sen oddiy operatorsan, hech qayerga bormagansan. O'rtoqlar, hali bu trendni davom ettiramiz. Yana hozir ketish kerak bo'lgan odamlar bor. Ketish kerak. Bilasizlarmi cho'kayotgan odam nima deydi? Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.